Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga o'zbek shoiri, tarjimon, dramaturg Usmon Nosir haqida ma'lumot beraman. Usmon Nosir 1912-yilning 13-noyabrida Namangan viloyatida tug'ilgan. 1929-30-yillarda Moskvadagi Kinematografiya institutining ssenariy fakultetida va 1933-34-yillarda Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universitetining til va adabiyot fakultetida tahsil olgan. Usmon Nosirning 1932-yilda Quyosh bilan suhbat, Safarbar satrlar, 1934-yilda Traktorobod, 1935-yilda Yurak, 1936-yilda Mehrim kabi she'riy to'plamlari, 1934-yilda Norbuta va Naqshon kabi dostonlari nashr etilgan. 1935-yilda esa Atlas pesasi o'z vaqtida Havaskorlar teatri sahnasiga qo'yilgan. Usmon Nosir Pushkinning Bog'chasaroy fontani, Lermontovning Demon, ya'ni Iblis dostonlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Aziz kitobxonlar, o'zbek shoiri, tarjimon, dramaturg Usmon Nosir hayotiga yana ham qiziqsangiz, bizning axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.